kuzatuvchilari, bugun sizlar bilan matematika va uni o'qitish metodikasi fanidan kompleks sonlar mavzusi bilan tanishamiz. Mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Birinchisi kompleks sonlar haqida tushuncha, ikkinchisi algebraik kompleks sonlar ustida 4 amal, uchinchisi kompleks sonning geometrik tasviri. Kompleks son deb nimaga aytiladi? Ta'rif. Kompleks son deb a plus b ko'rinishidagi ifodaga aytiladi va quyidagicha yoziladi. Z barobar a plus bi. A bu yerda kompleks sonning haqiqiy qismi, bi esa mavhum qismi deyiladi. Kompleks sonning haqiqiy qismi rz teng a bilan, mavhum qismi koeffitsiyenti esa imz teng b bilan belgilaymiz. Z kompleks sonning a plus b ko'rinishidagi yozuviga uning algebraik shakli deyiladi. Faqat mavhum qismi ishorasi bilan farq qiladigan ikki kompleks son a plus bi va a minus bi o'zaro qo'shma kompleks son deyiladi. Agar ikkita z1 teng a1 plus b1i va z2 teng a2 plus b2i kompleks sonda a1 teng a2 ga b1 teng b2 ga bo'lsa, bu ikki son teng deyiladi va bu kompleks sonlar ham o'zaro bir-biriga teng bo'lar ekan. Agar z barobar a plus b kompleks sonda amiz 0 ga teng bo'lsa, b'miz ham 0 ga teng bo'lsa, bu kompleks son 0 ga teng bo'lar ekan. Agar z barobar a plus b kompleks sonda b 0 bo'lsa, haqiqiy son hosil bo'ladi. Agar haqiqiy qismi, ya'ni a teng 0 bo'lsa, 0 plus bi teng bi ga sof mavhum son deyiladi. Kompleks sonlar ustida amallar. Birinchi amalimiz qo'shish amali, ya'ni z1 teng a1 plus b1i va z2 a2 plus b2 kompleks sonlarni yig'indisi deb, haqiqiy qismi qo'shiluvchisi kompleks sonlar haqiqiy qismlarining yig'indisiga, mavhum qismi ularning mavhum qismlarining yig'indisiga teng bo'lgan z kompleks songa aytiladi va u quyidagicha yoziladi. Z teng qavs ichida a1 plus a2 qavsni yopamiz plus b1 plus b2 qavs ichida i'ni qavsni tashqariga chiqaramiz. Ikkinchisi ayirish amali. Z1 teng a1 plus bi kompleks son va z2 a2 plus b2i kompleks sonlarni ayirmasi deb, z1 va z2 ga qarama-qarshi bo'lgan minus z2 sonlarini yig'indisidan iborat bo'lgan kompleks songa aytiladi va u ham mana bu ko'rinishda yoziladi. Uchinchi amalimiz ko'paytirish amali. Z1 kompleks sonimizga Z2 kompleks sonlarni ko'paytmasi deb, mana bu formulaga aytiladi. Bo'lish amali. Z1 A1 plus B1i kompleks sonni Z2 barobar A2 plus B2i kompleks songa bo'linmasi deb, Z barobar Z1 ko'paytirilgan Z2 tenglikni qanoatlantiradigan Z kompleks songa aytiladi va u quyidagi formula bilan yoziladi. Marhamat, e'tiboringizga shu formulani ko'rsatamiz. Kompleks sonning geometrik tasviri. Z barobar a plus b kompleks sonning geometrik tasvirlash uchun OXY to'g'ri burchakli Dekart koordinatalar sistemasidan foydalanamiz. Bunda OX o'qida A birlikni, OY o'qida esa B birlikni ajratib, ularning oxirlaridan o'qlariga perpendikulyarlar o'tkazamiz. Ular o'zaro kesishib M nuqta, ya'ni AB koordinatali M nuqtani hosil qiladi. Bu nuqta Z kompleks sonni tekisligidagi geometrik tasviri bo'ladi. Demak, har bir kompleks songa tekislikda bitta nuqta mos kelar ekan va aksincha tekislikdagi har bitta M nuqtaga bitta kompleks son mos kelar ekan.
Mana marhamat, e'tiboringizga chizmani havola etamiz. Bu chizmamiz kompleks sonlar to'plami bilan tekislik nuqtalari orasidagi bir qiymatli moslikni borligini anglatadi. Shunday qilib, OX, Y tekislikni kompleks sonlar tekisligi deb qarash mumkin ekan. E'tiboringizga ushbu misolni havola etamiz. Ushbu berilgan nuqtalarni kompleks son tekisligida tasvirlang. Z1 nuqtamiz 5 ga teng, Z2 nuqtamiz -3i ga teng, Z3 nuqtamiz 3 plus 2i ga teng, Z4 nuqtamiz 5 minus 2i ga teng, Z5 nuqtamiz -3 plus 2i ga teng, Z6 nuqtamiz esa -1 minus 5i nuqtalarga teng ekan. Bu sonlar, shu nuqtalarni sonlarni tekislikda tasvirlash bizga talab etilyapti. Yechish. Ko'rinib turibdiki, Z1 nuqtamizda kompleks sondagi mavhum qism yo'q. Shuning uchun uni o'rniga Z1 barobar 5 plus 0i ko'rinishda yozish mumkin. Demak, bu yerda A nuqtamiz 5 ga teng, B nuqtamiz esa 0 bo'lib, berilgan sonning geometrik tasviri M1 nuqtamiz 5 0 koordinatalaridan iborat bo'lar ekan. Ikkinchi nuqtamiz Z2 nuqtamiz. Bu yerda birinchi nuqtamizdan farqli o'laroq kompleks sonimizning mavhum qismi mavjud, haqiqiy qismi esa bu yerda ham 0 ga teng deb olamiz va Z2 teng 0 minus 3i ko'rinishda yozish mumkin. Demak, bu yerda A nuqtamiz 0 ga teng, B nuqtamiz esa -3 bo'lib, berilgan sonlarning geometrik tasviri M2 nuqtamiz 0 u -3 nuqtalardan iborat bo'ladi. Z3 nuqtamiz 3 plus 2i dan iborat. Bu yerda ko'rinib turibdiki, A nuqtamiz 3 ga teng, B nuqtamiz 2 ga bo'lgani uchun uning geometrik tasviri M3 3 u 2 nuqtalardan iborat. Z4 nuqtamiz 5 u -2 da, bu yerda A'miz 5 ga teng, B'miz -2 ga teng bo'lgani uchun uning geometrik tasviri M4 nuqtamiz 5 u -2 nuqtadan iborat bo'ladi. Z5 nuqtamiz -3 plus 2i da yotadi. Bu nuqtamizda A -3 ga teng, B'miz 2 ga teng bo'lgani uchun uning geometrik tasviri M5 -3 u 2 nuqtadan iborat. Z6 nuqtamiz -1 u -5i da, ya'ni bu yerda A'miz -1 ga, B'miz -5 ga teng bo'lgani uchun uning geometrik tasviri M6 5 u -2 nuqtadan iborat bo'ladi. Bu nuqtalarni quyidagi ikkinchi chizmada tasvirini ko'ramiz. Mana marhamat. M1 nuqtamiz, M2 nuqtamiz, M3 nuqtamiz, M4, M5 va M6 nuqtalardan iborat bo'lgan kompleks sonlar keltirilgan. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Sizlarning e'tiboringizga savollarni havola etaman. Bilim va ko'nikma malakalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan savollarni o'qib chiqib, o'zingizga tegishli javoblarni berasiz degan umiddaman. Ushbu mavzuda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatimiz quyidagilardan iborat. Mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.